Assalomu alaykum, hurmatli videoni tomosha qilib turgan hurmatli kuzatuvchi. Siz Cambridgedan biologiya A level imtihoni haqida qiziqish bildirgansiz. Shuning uchun ham sizni telefoningizdan shu video chiqyapti. So'nggi paytlarda mana shu sertifikatga bo'lgan talab ortdi. Sababi davlat tizimida agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, oyligingizga qo'shimcha ravishda ustama sifatida 50% qo'shiladigan bo'ldi. Agar sizda A plus A hamda B sertifikatlari bo'ladigan bo'lsa, yoki siz talaba bo'lsangiz, bakalavrda o'qimoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi oliygohlarda kamida kontrakt asosida yoki boshqa imtihonlarni topshirib, byudjet asosida o'qish imkoniyati paydo bo'ldi. Va bundan tashqari eng yuqorirog'i, ya'ni jahonning top universitetlarida, biologiya yo'nalishi bo'lgan universitetlarda sizga o'qishga imkoniyat yaratildi. Agar sizda Cambridge A level sertifikat bo'ladigan bo'lsa biologiyadan. Mana shu afzalliklar, mana shu rag'batlantirishlar tufayli mana shu sertifikatga kundan kun talab ortib bormoqda, qiziqish ortib bormoqda. Bugun sizlar bilan mana shu sertifikat to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ular afzalliklari, yuqorida ham gapirib o'tdik va imtihon qanday tartibda bo'lishi haqida gaplashib o'tamiz. Keling, dastlab chuqurroq kirib borishdan oldin o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Ibrohim. Farg'ona davlat universitetini bakalavr bosqichida bitirganman biologiya yo'nalishida. Shuningdek, shundan so'ng magistratura bosqichini Xitoy Fanlar akademiyasi universitetida biologiya yo'nalishida ingliz tilida tugatganman. Shuningdek, El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyati hisoblanaman. Hozirgi kunda O'zbekiston Fanlar akademiyasining tarkibidagi tadqiqot institutlarining birida faoliyat yuritaman. So'nggi paytlarda mana shu biologiya Cambridge A level imtihoniga qiziqish ortib borishi natijasida, ya'ni o'zimiz sohamga yaqinroq bo'lganligi sababli biz ham ingliz tilida faoliyat yuritamiz, ya'ni aynan biologiya yo'nalishida. Shuning uchun videolar qilishga qaror qildim. O'ylaymanki, bu sizga ancha foydali bo'ladi. Hozir video qidiradigan bo'lsangiz, o'zida faqatgina imtihon to'g'risida kelib chiqishi mumkin. Afzalliklari, qanday topshirilishi bor, yo'q emas, videolar bor. Yetarlicha tushuntirishgan. Lekin darslar yetarli emas. Ya'ni umuman yo'q desak ham bo'ladi hozircha. Lekin mana shu sabablardan kelib chiqib, shunday videolarni qo'yishga qaror qabul qildim. O'ylaymanki, sizga ancha foydali bo'ladi. Shuning uchun bu dastlabki kirish videosi. Unda afzalliklar haqida biroz to'xtalamiz. Chunki ko'p to'xtalmaymiz, sababi afzalliklar haqida videolar juda ham ko'p ekan. Men o'zim ko'rib chiqdim. Yaxshi tushuntirishdi. Ularga ham rahmat aytamiz. Endi imtihon topshirish haqida ham aytib o'tamiz. Endi keling, bu hozirgi mana shu Biology Cambridge A level imtihonini, shundagi tushadigan maxsus kitobi bor. Tasdiqlangan o'sha kitobni o'zimizdagi maktab programmasiga solishtiramiz. Bu kitob aynan mashinaga tavsiya etilgan kitob. Cambridge'da maxsus kitobi bor. Eng so'nggi versiyasi Cambridge 5-chi soni hisoblanadi. 5th edition hisoblanadi. Uni o'zimizning davlat ta'lim standartlariga asosidagi davlat programmasiga solishtiradigan bo'lsak, nisbatan chuqurroq, bundagi ba'zi mavzular o'zimizda berilmagan yoki o'zimizda berilgan mavzularning ba'zilari bunda yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar siz bu imtihonga topshiradigan bo'lsangiz, albatta Cambridge A level imtihoni o'zi tavsiya etgan kitobni o'qib chiqishga majbursiz. Maktab programmasini o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin to'g'ri, biologik qonuniyatlar, biologik gipotezalar, voqeliklar o'xshash, bir-biridan farq qilmaydi. Lekin ba'zi bir chuqur mavzudagi qismlar o'zimizda maktab programmasida yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu kitobni
o'qib chiqish tavsiya qiladi imtihonga topshirishdan oldin. Endi imtihon jarayonlari haqida gaplashsak, siz IELTS topshirgan bo'lishingiz mumkin yoki topshirgan odamlar gaplashgansiz yoki SEFR imtihonlarini topshirgansiz. Unda og'zaki yozma mavjud bo'ladi. Lekin bunda esa Cambridge A-level imtihonida bo'ladigan bo'lsa, faqat yozma bo'ladi. Eslab qoling, IELTS sertifikati, ya'ni IELTS imtihoni sizni ingliz tilidagi bilimlaringizni tekshirsa, dunyoqarash ham qo'shilib ketadi va bir nechta yo'nalishlar. Bu biologiya Cambridge A-level imtihoni bo'lsa, bu sizni biologik bilimingiz, ya'ni biologiya yo'nalishida bilimingizni tekshiradi, faqat ingliz tilida tekshiradi. Keling, endi imtihonlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni qanday tartibda tuzilgan. Bunda papers deb ataladi. 5 ta paper bor. Paper 1, 2, 3, 4, 5. Ular har birini birin-ketin ko'rib chiqamiz, qanday imtihonligini. Ya'ni 1 dan boshlab 5 gacha tenglashib boradi. Xuddi boshqa imtihonlar singari SEFR, IELTS singari tenglashib boradi. Birinchi paperda multiple choice questions bo'ladi. Ya'ni variantli savollar bo'ladi. Bu nisbatan osonroq. Paper 2 da, ya'ni paper 2 da structured questions bo'ladi. Ya'ni biror bir mavzuni beradi, shu mavzuga oid explain deydi, uni tushuntiring yoki afzalliklari, kamchiliklari, xullas yozma, nisbatan yozma, unaqa IELTS topshirgandaqa insho yozish yoki uzun yozma emas, balki structured questions, ya'ni to'ldirish, sabablarini berish, shunga o'xshash. Endi paper 3 da bo'lsa practical skills bo'ladi. Ya'ni biologiyadagi laboratoriya ishlarini ma'nolari. Ya'ni bu yerda siz Cambridge A-level imtihoni 11-sinfgacha bo'ladi. 11-sinfgacha o'tkaziladigan laboratoriya mashg'ulotlaridan birida tushadi, qaysidir savoli, o'zi qaysidir ma'lumotlarni beradi, shularni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Bu nisbatan qiyinroq va 4-paperda ham structured questions, lekin mana bu paper 2 dagi structured questionsdan nisbatan qiyinroq bo'ladi. Va oxirgisi planning, analysis and evaluation, ya'ni plan qilish, bu ham laboratoriya mashg'ulotiniki bo'ladi. Plan qilish, analiz hamda baholash. Bu ham practical skillsga o'xshaydi, lekin farqi bu nisbatan qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki bu paper 5 hisoblanadi. Endi u imtihonlardan olgan natijalaringizni borib hisoblanadi. Xuddi IELTSda 9, 8, 7, 6 olgan singari bunda eng yuqori ball oladigan bo'lsangiz A+, shundan so'ng A hamda B sertifikatlari, C va hokazo sertifikatlarini olishingiz mumkin. Hozirgi kunda esa agar o'qituvchi bo'lsangiz A+, A yoki B sertifikatini qo'lga kiritishingiz kerak. Ya'ni rag'batlantirish uchun, imtiyozga ega bo'lish uchun. Agar o'quvchi bo'lsangiz ham mana shu A+, A, B sertifikatlarini qo'lga kiritgan bo'lishingiz kerak, ya'ni maxsus imtiyozga ega bo'lish uchun. Endi keyingi darslarda, keyingi videolarda har bir paperda qanday amalga oshirilishi, qanday qulayliklar bor, nima mumkin emas, qanday savollar tushadi, shularni ko'rib chiqamiz. Va shundan so'ng imtihonni o'rganib chiqqanimizdan so'ng birin-ketin mavzularda boshlaymiz. Ya'ni maxsus biologiya Cambridge A-level degan o'zi tasdiqlangan, shu imtihonni o'zi tasdiqlagan kitob bor. Shu kitobni o'zidan mavzularga bo'lgan holatda o'tamiz birin-ketin. Video joylayman va hozirgi paytda auditoriyaga bo'linib olishi mumkin. Hozir men aniq aytaman, bu yerda hozir 4 ta auditoriya bo'lishi mumkin. Siz aynan shu 4 taning biriga kirasiz. Aytaylik, siz studentsiz yoki shuni topshirmoqchi bo'lgan nomzodsiz. Siz bo'lishingiz mumkin. 4 xil turdagi kandidat bo'lishingiz mumkin.
Misol uchun, birinchi turdagi sizda biologik bilimlar yaxshi yetarli va ingliz tili ham yaxshi yetarli bo'lishi mumkin. Bular eng asosan ko'proq o'zlari self study qilib uni o'rganib olishlari mumkin va meni videoyimdan qo'shimcha ravishda foydalanishi mumkin bilim sifatida. Ikkinchi toifadagilar biologiyasi nisbatan yuqori, anchagina aytaylik bu yuqori, ingliz tilisi nisbatan pastroq bo'lishi mumkin. Biologiyasi yuqori, biologiyani yaxshi o'qigan bo'lishi mumkin, pastroq bo'lishi mumkin. Shunday ma'noda bunda ham meni videolarimdan foydalanishingiz mumkin, lekin qo'shimcha sifatida ingliz tilini o'rganishingizga to'g'ri keladi. Uchinchi turdagi odam biologiyasi kamroq bo'lishi mumkin, lekin ingliz tilisi yaxshi bo'lishi mumkin. Bu turdagi kandidat bo'lishi mumkin. Ingliz tilisi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, meni videolarimni ko'proq ko'rishi tavsiya qilaman. Shuningdek, agar imkon bo'lsa, o'zbek tilida ham biologiyaga oid shu darslik tavsiya qilingan mavzularga oid o'zbek tilida ma'ruzalar eshitishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va to'rtinchisi, biologiyasi ham kamroq, ingliz tili ham kamroq. Bu turdagi odamlar ham sertifikatga tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi, lekin ular uchun ko'proq ter to'kishlariga to'g'ri keladi. Ya'ni biologiyani nisbatan o'zbek tilidagi mavzularni ham eshitish kerak va ingliz tilida grammatikasini ko'p foydalanadigan so'zlar, shularni ham yetkazib olishga to'g'ri keladi. Asosan 3 xil turdagi. Buni keyingi videolarda yana ham to'liqroq aytib o'tib ketaman. Har bir turdagi kandidatlar nima qilish kerakligi, qaysi kitobdan foydalanish kerak to'g'risida o'zimning tavsiyalarimni berib o'taman.